Assalomu alaykum, izzatli baraka o'z kanali obunachilari. Xudo xolasa mana yana sizlarni o'ylagan holda yangi partiyamonlarimiz keldi akalar. Videoni boshlashdan oldin obuna va like bosib qo'yamiz akalar. Obuna va like bosgan bo'lsalaring videoni boshladik obzorini. Bugungi sana 2026-yil 1-may haftaning juma kuni o'zimizning xonadonimizdan chiqyapti. Manzil Namangan viloyati So'roqroma tumani Kalva qishlog'i. Nomerlardan eslatib o'tamiz. 94lik 268 32 12 raqamiga aloqaga chiqa olasizlar, yo'qsa. Xudo xolasa hammaga yoqadi akalar, molimiz. Birinchi qoringa hali buzak. Qornidagi 8 oydan o'tdi. 8 oyga olaverasizlar. Bo'ylari 125 plus. Yuvoshligi, yeb ichishi hamma yo'q sinovdan o'tgan. Mana taglari. Shular ham ko'rsatib qo'yaylik boshligini mana. Qilditmaydi, xohlagan tomondan ushlayverasizlar. Orqasidan ham ko'rsataman. Mana taglarini qarang, solishni boshladi mana. Orqalari ham o'ta kelishgan. Yonboshdan ham eng qiziq joyi, puliga kelsak, puliga 33 million ham demaymiz, 32 million ham demaymiz, 31 million kami bor. 31 million so'm kami bor. Nomerda eslatib o'tamiz. 94lik 268 32 12 raqamiga aloqaga chiqa olasizlar.